Mening maslahatim bu sohaga kiring. O'zingiz xohlagan summani ishlab oling. Aytgancha, treyderlarning 99.9% pul yo'qotadi, pul topmaydi. Lekin kiring, kerakli ishlarni qiling va chiqib keting. Chunki bu sog'lig'ingiz uchun ham, kelajakdagi oilangiz uchun ham bu hayot emas. Haqiqatan ham pul topadigan haqiqiy treyder bo'lish uchun siz soatlaringizni qurbon qilishingizga to'g'ri keladi. Yana bir necha qurbonliklar qilishga to'g'ri keladi. Hatto boshqa odamlar bilan birga bo'lganingizda ham baribir faqat bozorlar haqida o'ylaysiz. Menimcha, agar sizga kerak bo'lsa kiring. Pulingizni ishlab oling, lekin chiqib keting. Chunki bu eng barqaror turmush tarzi emas. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar charchamayapsizlarmi? Xo'p, bugun 18-dekabr, haftaning payshanba kuni. Bizning challenge'imizni bugun 9-kuni hisoblanadi. 9 kundan beri alhamdulillah o'zimiz planlashtirgan, o'zimiz maqsad qilib qo'ygan summani ishlab ko'ramiz. Depozitda $30,000 dan boshlagandik. Hozirgi vaqtga kelib depozitimiz $35,393 tashkil qiladi. 9 kun mobaynida $5,300 atrofida foyda qildik. Bu narsa hammasi stabilniy tarzda ketyapti, o'zini tizimi bo'yicha. Endi men bitta narsani tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Shunaqangi ilmsiz insonlar borki, biror bir narsani hali bilmasdan turib, nimaligini ham bilmaydi, даже haqiqatini ham bilmaydi, lekin chiqib turib aqllilik qiladi. Nimadir gapiradi. Men sizni bunaqa treyder deb o'ylamadim. 2 punktga xursand bo'lasizmi, nimadir bo'lasizmi, tushundingizmi? Men 2 punktga, 3 punktga xursand bo'ladigan treyder emasman. Bu birinchidan. Sistema nimani pozvolat qilsa, o'sha narsani qilamiz. Men kimgadir yoqishim yoki yoqmasligim bu meni zaruriyatimga yoki meni birandaqamga taalluqli emas. Kimgadir yoqamanmi, yoqmaymanmi, bu narsa menga qiziq emas. Men o'zim uchun o'zim yoqsam, ota-onam uchun yoqsam, o'zimni umr yo'ldoshim uchun yoqsam, o'zimni do'stlarim uchun yoqsam yetadi. Va meni kimdir qabul qilmoqchi bo'lsa, borimcha qabul qilish kerak. Shunaqangi insonlar bor, o'zi bu sohada qimir ham topmaydi, qimir ham topmaydi. Demo akkauntlarida nimadirlarni ko'rsatadi, boshqa qiladi, tudim, itang-tali. Mana shu holat, mana shu bizabraziya bundan oldin ham bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'lib kelyapti. Eng qizig'i qimir ham topmaydi, lekin bu yoqqa chiqib olib, ham aqllilik qiladi. Bu mamlaqa edi, bu unaqa edi, men bitta mamlaqa ko'rdim, bu mamlaqa ko'rdim. Bu yerda gap stabilность haqida ketyapti. Bu yerda gap razgon holatida emas yoki depozitda nimadir qilish emas. Agar shunchalik aqlli insonlar bo'lsa, kelsin meni oldimga, любой depozitdan men o'sha inson bilan anaqa qilaman, savdolashaman. Prям любой trader kelsin. Xohlasa stabil bo'yicha, xohlasa razgon bo'yicha. Razgon bo'yicha meni o'zimni riskim bor, men o'sha risk bo'yicha ishlayman. Kimdir nimadir qiladi, menga qiziq emas. Men o'zimni riskimni tushuntiraman, ko'rib chiqadi, o'sha bo'yicha ishlaymiz. Stabilnizmi, stabilniz bo'yicha ham ishlaymiz. Kerak bo'lsa mana shu 30,000 depozitda 1 oy emas. Kimdir o'ylashi mumkin, bir oy hamma qila oladi. Hop, 1 oy emas, 1 yil kerak bo'lsa qila oladi. Ya'ni 1 yilda 365 kun bo'ladigan bo'lsa, 365 kunda shanba-yakshanba damni olib tashlab turib hisoblaydigan bo'lsa, aytaylik, примерно 280 kun hisoblaydigan bo'lsa, 280 ta video qo'yib turib, 280 kunlik challenge olib boradi. Imminni mana shu depozitda o'zi bilan va mana shu depozitda o'zi bilan stabilniy daromad ko'ra olaman. Bu narsaga garantiya beraman. Avvalambor hammasi Alloh, lekin alhamdulillah bizda shunga yarasha o'zimizning bilimimiz, o'zimizning saviyamiz, o'zimizning risklarimiz, o'zimizning opitimiz bor. Shuning uchun ham mana shu narsaga ishonib, Allohga tavakkal qilib, men любой prям odam bilan kerak bo'lsa 1 yillik challenge qila olaman. 1 yillik. Menga bu narsadan qo'rqish yoki cho'chish degan narsa yo'q. Chunki men o'zimni bilimimga, o'zimni qiladigan ishimga men ishonaman va qiladigan ishimni har doim puxta qilaman. Shuning uchun bir ikkita aqllilar chiqadi. Bu degani meni kimdir xafa qilib qo'ydi yoki kimdir meni ranjitib qo'ydi emas. Menga qiziq emas bu. Kim nima gapirsa, gapiraversin bemalol. Вообще, menga не интересно. Xohlasa meni yomonlasin, xohlasa meni yaxshilasin.
inson har bir gapirgan gapi uchun agar tuhmat qilayotgan bo'lsa, agar aldayotgan bo'lsa, ertaga shu bo'yicha javob beradi. Shuning uchun menga bu narsa qiziq emas va bu narsa meni o'ylashimga, meni siqilishimga yoki men bu narsalarni o'ylab xafa bo'lishimga arzimaydi. Xudo xolasa bundan buyog'iga men o'zimni videolarimga bitta videoni qo'yib ketaman. Bitta bola juda ham bir ilmsizlik ko'chasi degan video qilgan ekan. O'sha videoyimni qaysidir qismiga qo'yib boraman. Va undan tashqari yana bitta trader bor, o'sha aytgan trader, ya'ni bozorda prям 24 soat o'tirishingiz shart emas. 24 soat o'tirishingiz shart emas. Bozorda o'zingizni foydangizni oldingizmi, bozordan chiqib keting. Foydangizni yana qaytarib sizdan bozor olib, ya'ni olishiga qo'yib bermang. Foydangizni oldingizmi, chiqib keting. Mana shu narsani ham, mana shu so'zni ham men o'sha anaqaga qo'yaman, ya'ni Instagramga qo'yaman, videolarimning ichida bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Okalar, bizda shunaqa gaplar, biz yana davom etamiz. Xudo xolasa ertaga juma va ertaga juma kuni biz ya'ni 10-savdo kunimizni inshaalloh yaxshi o'tkazib olsak, shu bilan Xudo xolasa to'xtatamiz. To'xtatamiz. Dushanbadan yana o'sha har doimgidek o'zimiz savdolarimizni, o'zimizni o'sha qanaqa rejim, qanaqa tizim bo'yicha ketayotgan bo'lsak, o'sha tizim bo'yicha olib ketamiz. Hozircha bizda shunaqa gaplar, okalar, birovga hech qachon hasad qilmanglar, havas bilan qaranglar. Ana o'shandagina ishlaringiz yaxshi bo'ladi. Ana pul topdingizmi, kim bilandir bo'lishishni o'rganing. Pul topdingizmi, kimgadir yaxshilik qilishni o'rganing. Ana o'shandagina sizda ham o'sish bo'ladi va sizda ham hamma narsa faqatgina yaxshi va yaxshi tarafga harakat qilib boraveradi. Bu ma'ni sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapimda o'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar. Xudo xolasa keyingi holatlarimizda ko'rishib boramiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar. Kuninglar xayrli va barokatli o'tsin. Sog' bo'linglar. Cheguei no baile, luzes a piscar. Hozircha bizga ochdik, inshaalloh. Tepani shu yerga chiqamiz. Xarid tepamiz $168 qilish kerak. Nasib qilsa, inshaalloh tepani ko'ramiz. Bo'lmasa, stopimiz $30. Quente, não vou Hozircha depozitimiz compete sequer era meu, mas caio na mentira. Tô de salto alto, vou deixar você na mira. Na mira. 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 Desce no beat, sente a vibração. Luz da cidade, pega a direção. Dança, dança. Xo'p, hammaga assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisiz? Tepamizni oldi. Tepagacha 4 punkt tushadi. Bu yana darsh ketish ehtimoli bor. Bizga qiziq emas, biz o'zimizni bugungi foydamizni oldik. Boshida 3 ta tepa urdi $30. Keyin уже $82 foydalar bo'ldi. Ya'ni bugungi minus ham qoplandi $90 bugungi foyda bo'yicha $402 ga bo'ldi. Xo'p, o'sha shot $35.346 bo'ldi. 154 62.584 shotimizga bugungi tepamiz, bugungi stopimiz mana bu joyda bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu joyda birinchi azinchi yurdi. Mana bu zonani buzib olsa, Xudo xolasa tepaga chiqmoqchi edi, urib qo'ydi. Hech narsa emas, bu bo'ladigan narsa. Keyingisida уже kutib, tepadan o'sha pozitsiyamizni qidirib kirishga harakat qildik. Bu yerda ham hozir ko'rayotganlaringdek bekorga tepani imminni shotga qo'ymadik, chunki biz katta harakatga ishlamayapmiz. Narx buzolmasa ekan, narx yana bitta tepaga intilib ko'radi. Shuning uchun ham biz imminni tepani shotga qo'ydik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, tepani oldi. Tepani olishi bilan уже yana tepaga harakatini boshlayapti.
Hop. Hop, men nima demoqchiman? Ko'p bitta odam yozibdi menga, "Aka, men sizni trader deb o'ylagandim. Tam kichkina pozitsiya ushirgansiz, gap bo'tdi kichkina pozitsiyada emas." Bu birinchidan. Ikkinchidan, men haqimda nima o'ylaysiz, nima o'ylamaysiz, bu menga qiziq emas. Umuman qiziq emas. Menga kimdir meni hurmat qilishi, kimdir meni hurmat qilmasligi, kimdir meni zo'r trader bilishi yoki bilmasligi menga umuman интересно. Самое главное bu stabilность, ya'ni tizim. Tizimda shunaqa, ya'ni 4 punkt, 5 punkt, 6, 7 har doim har xil. Videoni ko'rib boradigan bo'lsangiz, videoda hammasi ko'rsatilgan. Ya'ni как положено 7 punkt tushagan paytlar bo'lgan, 10 punkt tushagan paytlar bo'lgan, 4 punkt, 5 punkt tushagan paytlar bo'lgan. Bu yerda gap u siz qancha ko'p lot ushashingizda yoki pozitsiyani shpilkadan kirishingizda emas. Bu yerda tizim shunaqaki, sistema, ya'ni bitta sistema ushalgan. Bu sistema xohlagan joyida подтверждение beradi. U xohlagan joyi tanasiga to'g'ri keladimi yoki shpilkasiga to'g'ri keladimi, bu narsani biz bilmaymiz. Sistema qaysi holatda confirmation bersa, o'sha holatda biz pozitsiyaga kiramiz. Xo'p. Endi foydalarga keladigan bo'lsa, o'zi aslida $300 foyda qilishimiz kerak. Hozirgi holatgacha bo'lsa $2,5 foyda bo'lishi kerak. Lekin bizda hozirgi holat bo'yicha $5,390 atrofida foydada, ya'ni 9 kunlik savdo ichida. U bizga qiziq emas. Kim bizni hurmat qiladi, hurmat qilmaydi, xohlasa hurmat qilsin, xohlasa hurmat qilmasin. Bizga вообще интересно bu, интересно bo'lmagan. Biz o'zimizni ishimizni qilamiz bo'ldi. Самое главное, qanaqa savdo qilishimizdan qat'iy nazar, kichkina tepa olamizmi, katta tepa olamizmi yoki kichkina stop olamizmi yoki kichkina punktuatsiya ushimizmi, bu интересно. Самое главное bu stabilность. Ya'ni tizimdan chiqmagan holatda kuniga bitta treytni qilish va bitta foydani olib chiqib ketish. Va mana shu videoga xudo xolasa bitta videoni ulab qo'yaman. Bitta mashhur trader bor. O'sha mashhur trader bitta narsani aytgan. Bozordan kerakli foydani oldingizmi, chiqib keting. Bozorda qolib ketmang, chiqib keting, и всё. И bu sistema ham mana shu narsaga amal qiladi. Agar men 5 yillik lot ochadigan bo'lsam, bu joyda 5 yillik summalar ham bo'lib ketadi. 5 yillik usha olmayman ham. Kerakli momentlarni ushab, kerakli momentlarda uzoq muddatga usha olmayman. No, bu menga интересно hozirgi payt. Sababi tizim bo'yicha uzog'i 4 punkt, 5 punkt, 6 punkt, 7 va 10 punktgacha ushash mumkin. Ya'ni bu ham zonalarni buzishiga qarab, zona buzmadimi, bu avtomatik chiqib ketish kerak. Foyda turibdimi, foydani olish kerak va bozorni tark etish kerak. Men tushunmayman, shunaqa insonlar bor, kommentariyaga kirib oladi, o'zi ham umuman foyda ham qilmaydi. Soqqa ham topmaydi bu anaqada. Nima deydi? Bu sohadan soqqa ham pul ham topmaydi, lekin chiqib olib aqllilik qiladi. Ay, mamna qo'shabsiz, va mamna qo'shabsiz. Zato hamma narsa risk bo'yicha ketyapti. O'zini kontrolli ketyapti. U chiqib olib menga aqllilik qilish shart emas. Birinchi rezultat qo'ying. O'sha kim bo'lsa ham, o'sha ko'rayotgan odam, bitta odam mana bu narsani yozdi. Shunchalik aqlli bo'lsangiz, chiqingda shu narsani qiling. Aqlingiz yetmaganligi uchun ham bu narsani qila olmaysiz. Shuning uchun qo'pol qilib aytganda, mana buni qilish kerak edi. Kuzatyapsizmi? Dalshi kuzating. Bo'lmasa shundan olingda, podpiskangizdan chiqib keting, bo'ldi, tamom. Xuddi boshqa figna gaplar kerak emas. Po faktu gaplashing. Aqlli bo'ladigan bo'lsangiz, oldinga kelingda, mana men qanday ishlab qo'ymayman deb ko'rsating. Mana ancha-munchasini ko'rib o'rganman bu hayotimda. Bir nechtasini ko'rib o'rganman. Aqllilik qiladi, lekin действияda umuman konkretniy fakti bor yoki konkretniy nimadir qilib bera oladi yoki ko'rsatib bera oladi. Короче, figня narsa emas. Biz davom etamiz. Charchamaylar, sog' bo'ling.